narsa qilmadi ha hech narsa qilmadi mana. Endi tushsa shunchalik tepalikda tushadi. Bir xillar havoda samasol qilib tashlaydi aka buni. Mana sementdan allamayapmiz. Sementni misol uchun 1 kilo 200, 1 kilo 300 shu atrofida qo'shyapmiz. Ishimizning sifatiga, tekisligiga garantiya beramiz. Ha, apparat yangi, razmerlar buzilmagan. Bilan joyi ko'chgani yo'q, ya'ni bo'lgan yo'q. Razmerni buzmay chiqarib beryapti ishlar. Tekisligini ko'ryapsiz-ku. Tekisligini aniq chiqarib beryapti-da. O'zi aytib turibdi-da mana shu sifati, mana tashlab yuborishimiz. Har kim bunday qila olmasa kerak menimcha. Degan o'ziga ishongan odam o'sha mana shu klientlar kelsin-da, shu xohlagan ishimizni inshaalloh bir otib ko'rsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Bugungi videomiz qurilish mollari bo'yicha blok ishlarida narx-navosi sifat haqiga bo'ladi. Videodan uzoqlashmaysizlar. Men hozir video olayotgan joyim Sharsabz Mirak shaharchasidan ishlab chiqarilayotgan mana shu yerdagi blok ishlarida narx-navosi, sifati, joylashgan manzili haqida bo'ladi. Layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yib, qo'llab-quvvatlashni unutmaysizlar. Qani videoni boshladik. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana shu ishimizda sifatiga garantiya beramiz. Misol uchun mana shu tepalikda turibman, kamida bir 2 metrcha bor, 2 metrdan balandlikda. Ishimiz shunchalik sifatliki, mana shu tepalikdan taylab ko'rsatamiz-da hozir. Bular bitta aybzorda. Hech narsa qilmadi, hech narsa qilmadi mana. Endi tushsa shunchalik tepalikda tushadi. Bir xillar havoda samasol qilib tashlaydi aka buni. Aka. Ha, ozgina qashqa bo'lgan joyi bor, lekin hali yaroqli. Ha, yaroqli. Bemalol foydalansa bo'ladi. Kamida bir 2 metr balandlikdan tashlab ko'rsatyapman-da. Bular bir isbot dalil bo'lish uchun-da. Mana sementdan allamayapmiz. Sementni misol uchun 1 kilo 200, 1 kilo 300 shu atrofida qo'shyapmiz. Garantiya beramiz, g'ishimizni sifatiga kafolat beramiz. Nasib bo'lsa kelingizlar, bizlarning g'ishimizdan hech yomonlik ko'rmaysiz inshaalloh. G'ishimizni sifatiga, tekisligiga garantiya beramiz. Klient uchun ishlaysiz. Klient uchun ishlaymiz. Muxlislar ko'ryapsizlar. Mirak shaharchasiga ishlab chiqariladigan g'ishlarimiz bemalol mana shu aholi qurilishi uchun, imoratlari uchun olib foydalansa bo'ladi. Inshaalloh. G'ishni sifati uchun javob deyaptilar. Sifatini ko'rsatdilar. Xo'p, bular razmeri qanday bo'lyapti? G'ishimizning razmeri 18 ga 39. Ham mana stakanlari ham ancha baquvvat, ishonchli. Aldov bormi? Aldov yo'q. Bular yaxshilab, masalan, yerda turganlarni yaxshilab pishirib, suvga to'ydirib, keyin taxlaymiz. Mana shu poliyadagi g'ishimiz sifatiga garantiya beramiz. Mana shu g'ishimizni yaxshi pishib yetilgandan keyin, ko'zimiz yetgandan keyin taxlab yoki shu joylashtirib qo'yamiz. O'shangacha sotuvga qo'yasiz. Sotuvga qo'yamiz. O'shangacha sotuvga qo'ymay turamizda. Suv berib, vaqtida dimlab, hammasi joy-joyga bo'ladi. Hozir nechtaga g'ish otib bera olasizlar? Imkoniyatlaringiz bor. Shu klient kelishiga qarab ortib beraveramiz. Misol uchun 20 mingtagacha, 10 mingtagacha, 15 mingtagacha hozirgi momentda. Bir kunga taxlab bera olasizlar. Taxlab beramiz. Hozir bir ikkita zakazlarimiz bor, nasib o'shalarga yetkazib bersak. Olish jarayoni klient keldi. Klient kechiktirmaymiz. Keyin shu bizlarning shu mana shu Miraki hududlarimizga dastavkalarni ham qilib beryapmiz. Qilib berdik ham bir nechta klientlarga. Nasib inshaalloh bu tomondan muammo yo'q. Endi shu puliga kelishsak, shu kelishtirib beramiz. Otishga mashin bor, ortishga mashin bor. Kechiktirmaymiz, aytgan vaqtiga yetkazib beramiz. Puli qanchadan bo'lyapti hozir? Puli 4,5 ming bo'lyapti. Agar shu yaqin atrofdagi hududlar bo'lsa, shu dastavkasini ham qilib beryapmiz. Ortib, olib borib berasizlar, tushira olish o'zlaridan bo'ladi. Tushira olish o'zlaridan bo'ladi. Mashin ham o'zlaringizdan bo'ladi. Mashin ham o'zimizdan bo'ladi. Faqat Miraki hududiga. Miraki hududlariga. Sharoitiga qarab. Sharoitiga qarab. Xo'p. G'ishni ko'rib tekshira olaversin bemalol. G'ishda sifatiga garantiya. Xo'p. Mana bu tomonga bor. Manzilimiz mana ko'ryapsizlar, Mirakini radari bor. Mana pastga shunday tushgan. Radari bor, keyin Miraki degan yozuvda o'zi ham bor. Miraki va o'sha O'zbekistonning bayrog'i tushirgan, tasvir tushirilgan, hozir biz ko'rsatamiz. Hozir Miraki degan yozuvning tagida desam bo'ladi.
Ha, shu yerdan kelib kirib Ha, bemalol olaversa o'sha bo'ladi. eng asosiy katta metka shu Miraki deb yozilgan o'sha metkada. Xullas, Shu Mirakini har qanday tarafidan qarasa o'sha Miraki degan yozuv ko'rinadi. O'sha Miraki degan yozuvning pastki tagida-da. zapravkani yonidan kirib kelaverasizlar. Albatta. Xo'p, hozircha g'isht ishlab chiqarish bo'lyapti. G'isht ishlab chiqarish bo'lyapti. Nasibda semonimizni ham mana sotuvga qo'yyapmiz. Mana shu kecha kunduzlar shuni. Sement ham sotish Ha, yo'lga qo'yiladi. albatta. Apparatimiz yangida. Endi 2-yilga endi ishlayapti. 1 yil to'liq ishlagan. Mana endi 2-yil ishlayapti apparatimiz. Ha, apparat yangi, razmerlar buzilmagan. Ha, biron joyi ko'chgan yo'q, ya'ni bo'lgan yo'qda. Razmerni buzmay chiqarib beryapti g'ishtlar. Mana bu tekstilni ham ko'ryapsiz-ku. Endi Tekstilni aniq chiqarib beryapti-da. Ham sistem endi yangi apparat endi sistem yaxshi ishlab beradi-da, yangi bo'lgan uchun. Bezakka ishlab turibdi. eski apparat ishlatmaysizlar. Yo'q, o'zi mana 2-yil ketyapti bu apparatimizga. 2-yillik son hali 2 yil to'liq ishlab bergan yo'q-da bu apparat. Yaxshilab berib, mana shu olib yaxshilab to'ldirib ishlaymiz-da. Ular sifatini oshirib beradi-da. Hozir mana shu risk bo'yicha 2 yildan beri ish bo'lyapti, ha? Ha, 2 yildan beri mana shu ishxonamiz ochilgan, mana shunda shu yerda ish bo'lyapti. Xuddi shu risk bilan ishlayapsizlar. Klient qaytgani yo'q, xudo xolasa. Qaytgani yo'q, qaytmasin ham inshaalloh. Ha, yo endi g'isht sifati buzilgani yo'q. Transport klient noligani yo'q. Kelgan, roziligini olib, narxni ham qulaylashtiryapmiz. Mana 2-yil ketyapti ishimiz boshlanganiga. Mana shu ishxonamiz ishga tushganiga mana shu 2-yil ketyapti. Ha, ishlaringizga omad aka. Siz ko'rdingizki, mana shu hozir g'ishtni tashlab yuborgan joyi 2 metrdan baland. Ya'ni ham bu qalin beton ustiga tushyapti. Misol uchun mana shu betonimiz ham qalinligi mana shu 10-15 sm qalin beton ustiga tushyapti. Mana o'zingiz mana obzorini ko'rdingiz. Qishga hali deyarli sal uch-puchi ana bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin qish suyak butun turibdi. Suyak butun, yaroqli-da. Yaroq. O'zi aytib turibdi-da mana shu sifati, mana tashlab yuborishimiz. Har kim bunday qila olmasa kerak menimcha. Chunki deganda o'ziga ishongan odam o'sha mana shu klientlar kelsinda shu xohlagan g'ishimizni inshaalloh bir otib ko'rsin. Balandliklarni aniq qilib. Ular endi misol uchun ancha yillarga ham ketadi taxmin. Misol uchun bir xil g'ishlar ob-havoga ancha yillardan keyin usti yemirilib yo'nasa ham endi uncha yemirilmasa kerak. Chunki deganda shu tepadan ot yorgandan keyin o'zi ma'lum bo'lyapti g'ishning sifati, qancha yilga ketishi garantiyaligi. Bir kunga nechta chiqaryapsizlar? Kunga 3 kishi ishlasak 1,5 mingtagacha qo'ygan paytimiz bo'ldi. Sezon boshlandi. Endi boshlanyapti, qurilish boshlandi. Bundan beri tinimsiz g'ishtort Xudo xolasa mana bundan beri o'sha davomli bo'lsin. Mana shu 15 kundan beri sezon boshlandi. 15 kundan beri tinimsiz ortyapti g'ishtlar. Narxlar o'zgarmaydi hali beri. O'zgarmaydi. Endi bilmadim hozircha shuni. Sementlar o'zgarmasa, Sement narxlar o'zgarmasa, pulning kelishi sizlarniki o'zgarmaydi.